Assalomu alaykum. Bu ko'rib turgan videoingiz birinchi sezonni eng oxirgi videosi hisoblanadi. Shu joygacha keldingizmi? Boshqa 80% insonlarda yo'q bo'lgan narsa, ya'ni sabr bilan va qunt bilan o'qib o'rganish degan narsa sizda bor. Birinchi sezonni tugatdik. Xo'p, kim bo'lib chiqamiz? To'g'ri, biz target qila olamiz, qanaqadir kompaniyalarni nastroyka qila olamiz, tushunchamiz bor, lekin professional targetolog hali emasmiz yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri hali ishlay olmaymiz. Buning uchun biz ikkinchi sezonni ham to'liq o'qib o'rganishimiz kerak. Ikkinchi sezon o'zi 3 ga bo'linadi. Targeting yoqqungacha bo'ladigan ishlar, target yoqayotganda qilinadigan ishlar va targetingdan keyin qiladigan ishlar. Xudo xohlasa ikkinchi sezonimizni boshlaymiz. Unda bo'lib professionalni har bitta detalga yondashamiz. Uni mohiyati, mazmuni va eng muhim joyi har bitta reklamli maqsadga realniy proyektlar asosida misol keltiramiz. Bugungi darsimiz va umumiy birinchi sezondagi darslarimiz tugadi. Sizni ikkinchi sezonda kutib qolaman.